Jizzax shahridagi svetoforlar yana 4 fazali rejimga qaytadimi? Bugun shu va shunga o'xshash savollar bilan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rahbari Abbos Dadashevga murojaat qilamiz va undan javob olamiz. Undan avval esa Jizzax haqidagi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Jizzaxjon sahifasiga obuna bo'ling. Abbos, assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdan xursandmiz. Bu rejim, ya'ni o'sha svetoforlarni 4 fazali rejimdan 2 fazali rejimga o'tkazishdan sabab nima edi? Aka, mana o'zingiz haydovchisiz, bilasiz, Chorrahada to'xtab turganingizda mana 4 fazali rejimda sizni yo'nalishingizdagi svetofor yashil chiroq yonishi uchun qolgan yo'nalishlardagi har bitta yo'nalishga alohida ochilishini siz kutib turardingiz. To'g'rimi? Buni evaziga siz salkam shu joyda o'zida 40 sekunddan 1 minut, ayrim joylarda hattoki 1 minutdan ziyod vaqt kutishingizga sabab bo'lardi. Ertaga mana shu o'qish davri boshlangandan keyin bu o'z navbatida Jizzax shahridagi tirbandliklarni oshishiga sabab bo'lardi. Buni oldini olish maqsadida biz 2 fazali rejim, ya'ni bu avval ham shunday rejim bor edi. Biz yaqin yillarda 4 fazaliga o'tdik. Mana o'zingiz bittagina misol, Toshkent shahri misolida olib qaraydigan bo'lsak, Katta Chorra tirbandlikni oldini olish maqsadida 2 fazali rejim tartibga solingan. Ya'ni bunda qarama-qarshi yo'nalishni transport uchun yashil chiroq yonadi va transport harakati boshlaydi. Biz o'zimiz mana shu qayd etuvchi moslama, ya'ni kameralarda biz buni kuzatganimizda transportlarni chorrahalardagi o'tkazuvchanligi oshganligini, ya'ni jadalligi oshganini biz o'zimiz ko'rdik. Bundan tashqari o'zimiz mana operatsiya mashinamizda vokzaldan to Olmazor Citygacha birinchi rejim o'zgartirilmasdan yurganimizda 25 daqiqa yo'qotdik. Lekin rejim o'zgargandan keyin vokzaldan Olmazor Citygacha 13 daqiqadan 15 daqiqagacha bo'lgan vaqt mobaynida, ya'ni bunda 10 daqiqa tejashimizga sabab bo'ldi. 2 fazali rejimda 13 daqiqadan vokzaldan bozorgacha yetib olgan. Shunday. Xo'p, yana bitta savol, ko'pchilik aytayapti, yo'l transport hodisalarining soni oshib ketdi. Bu sizlarning statistikalarda aks etdimi? Va ikkinchisi, buni o'sha ko'proq jarima tushirish maqsadida qilingan. Bunga siz nima deysiz? Yo'q, albatta bu jarimaga tushish maqsadida qilinmagan bu narsa. Bundan tashqari, mana yo'l transport haqida gapirib o'tdingiz. Bizda moddiy zarar bilan bog'liq yo'l transporti qayd etilmoqda, lekin inson tan jarohati va o'lim holati bilan bog'liq holatlar yo'q. Faqatgina bunda nima holat bo'lyapti? Chorrahadan yashil chiroqda chapga burilayotgan haydovchi yo'l harakat qoidasiga ko'ra ham qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan transportni o'tkazib yuborib, keyin harakat davom ettirish kerak. Lekin bunday vaqtlarda haydovchilar uni kutmasdan yurib ketishgan, harakatlanib ketishlari oqibatida ko'pgina moddiy zarar bilan bog'liq yo'l transportlarini biz qayd etilishini kutdik. Bunda biz haydovchidan nima so'raymiz? Albatta chapga burilayotgan vaqtda o'ng tomondan yaqinlashib kelayotgan transportni o'tkazish kerak. Va oxirgi savolimiz, bu rejimni 2 fazali rejimni yana 4 fazali rejimga qaytarishning imkoni bormi yoki bo'ldi, bu oxirgi xulosami? Boya yuqorida ham aytib o'tdingiz, e'tirozlar bo'ldingiz. Boshida bizga ham bir qator murojaatlar kelib tushdi, lekin hozir mana shu murojaatlarni yozgan odamlarning ko'p sonligi aksincha yaxshi qilgan ekansizlar, vaqtimiz tejalyapti deb bizga yana qayta takror murojaatlar bo'ldi. Bundan tashqari ayni damda Jizzax shahridagi Mustaqillik, Sharof Rashidov hamda Alisher Navoiy ko'chalaridagi chorrahalar ushbu rejimga o'tkazilgan. Agarda mana shu rejim o'zini oqlaydigan bo'lsa, ya'ni mana shu o'tkazuvchining o'z navbatida yaxshi bo'ladigan bo'lsa, fuqarolarimiz vaqtini tejaydigan bo'lsa, ishga, o'qishga, xonadoniga borayotgan insonlar albatta vaqtliroq boradigan bo'lsa, albatta bu rejimni ya'ni boshqa, ya'ni Islom Karimov shoh ko'chasidan tatbiq etishimiz mumkin. Demak, bu rejim yana boshqa chorrahalarga ham qo'llaniladi. Albatta. Salomat bo'ling. Menimcha obunachilarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishdi. Biz axborot xizmati rahbari Abbos Dadashevga rahmat deb qolamiz. Jizzaxjonda qoling.